Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizning tabobat olami deb nomlangan olamimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan 19 yillik tajribaga ega tabib Iskandar Saidov. Dard borki, darmon bor. Baribir issiq tanni isitmasi bo'ladi. Ana shu dardni yashiradigan bo'lsak yoki e'tibordan chetda qoldiradigan bo'lsak, bir kun kelib isitmasi oshkor qiladi. 100 yoshda ham o'zingizni bardam, baquvvat, tetik, chaqqon his qilishingiz uchun tabiiy, sog'lom turmush tarzini tanlashingiz kerak. Inson o'zini tanasini o'zi xo'jayini. Shu qatorda tabibi hamdir. Doktorga boradigan bo'lsangiz ham, tabibga boradigan bo'lsangiz ham, sizni ichingizdagi dardni sizdan boshqa tushunmaydi. Sababi ular sizni ichingizga kirib chiqqani yo'q. Chunki bu dard qachon boshlangan, nima sababdan boshlangan va qanday holatda sizni bezovta qiladi, barchasini siz yaxshi bilasiz. Shuning uchun siz bu paytda tabobatdan ozgina bo'lsa-da xabaringiz bo'lsa, bu kabi kasalliklarni davolash sizga umuman muammo bo'lmaydi. Masalan, giyohlardan, damlamalardan, o'simliklardan kasallikligingizga moslashtirib damlama tayyorlab ichishingiz mumkin. Negaki, mana shu kasalliklardan himoya qiluvchi, oldini oluvchi, davolovchi Alloh taolodan bizga berilgan ne'matlardan biri bu giyohlar. Mana ko'rib turibsiz, bizning tabobat olamimiz. Bu yerda damlamalar, giyohlar, o'simliklar, choylar juda ham ko'p. Bu giyohlarni birma-bir tushuntiradigan bo'lsam, videomiz ozgina cho'zilib ketadi. Keling bularni qisqa tanishtirib o'tsam. Deylik, sizda buyrak shamollashi bor. Siydik qopida ozgina og'riq, siydik yo'llarida achishlar, tez hojatga chiqish yoki prostatit. Bunda qanday giyohlar iste'mol qilamiz degan savolga javob beradigan bo'lsam, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan o'simlik. Bu temir tikan. Mana keling. Temir tikan o'simligidan bir siqim. Dala qirqbug'umi, xivosh, polivoy bu o'simlikdan ham bir siqim. Keyin bo'ymadron o'simligi, tisyacha lesnik, bundan ham bir siqim. Va astragal, tulki mayak o'simligi bo'ladi. Bu o'simlikdan ham maydalanganidan bir siqim olib, aralashtirib, damlab choy qilamiz. Ana shu damlamani ichar ekanmiz, buyragimizda shamollashlar yo'q, siydik qopida og'riqlar yo'q, tez hojatga borishlar to'xtagan, sistit, prostatitlar joyida. Yoki siz uchun bu giyohlarni tayyor holdakisini qilib qo'yganmiz. Bunda haligi aytgan giyohlarimizda hammasidan bor. Ichidan 4 paketini olamiz. Xuddi hozir aytganimizdek damlaymiz. Ana shu damlamani kun davomida bo'lib iste'mol qiladigan bo'lsak, buyrak tomonlama, siydik yo'llar tomonlama, sistit, prostatit bu tomonlama umuman muammo bo'lmaydi. Keyingisi pankreatit. Pankreatit hech qachon o'zidan o'zi paydo bo'lib bo'lmaydi. Masalan, jigar o'zini holatini o'zgartirsa, o't bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga kelsa, hamda betartib ovqatlanish. Ana shundagina oshqozon osti bezi qiynalib qoladi va asta-sekinlik bilan pankreatit yuzaga keladi. Bunda damlamalardan, giyohlardan tavsiya qiladigan bo'lsam, mana bu damlamani tavsiya qilaman. Belarus damlamasi. Bu damlama besmertnik, arpa-badyon, rastorovsha, tog'rayxon o'simliklaridan tarkib topgan. Bu damlama aynan birinchi ishini jigardan boshlaydi.
jigarni tiklaydi, jigarni holatini yaxshilaydi hamda o't bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Masalan, o't quyuqlashgan bo'lishi mumkin, ehtimol, o'tda tiqilmalar, o'tda dimlanishlar bo'lishi mumkin. O't suyuqligi quyuqlashgan bo'lishi mumkin. Mana shularni davolab, oshqozon osti beziga yengillik beradi. Endi bu damlamani masalan choy qilib ichilish tartibini aytaman. Sababi hozirgi vaqtda pankreatit bilan kasallangan odamlarni ko'p uchratishimiz mumkin. Shunda bundan 4 paketchani 600 ml qaynoq suv atrofida damlaymizda, ana shu damlama 45 minut, 50 minut davomida damlanadi. Ana shundan so'ng bu damlamani ham ovqatdan oldin, ham keyin iste'mol qilamiz. Nima uchun degan savolga javob beradigan bo'lsam, ovqatdan oldin iste'mol qiladiganimiz bu hozirgina aytganimizdek jigar holatini yaxshilab, jigarni sog'lomlashtiradi. O'tni davolaydi hamda oshqozon osti bezi hujayralarini sog'lomlashtiradi. Keyin iste'mol qiladiganimiz, masalan, haligi iste'mol qiladigan ovqatlarimizni oshqozonga yengil hazm qilib bo'lib ketishini ta'minlaydi hamda oshqozon osti beziga zo'riqish berdirmasdan. Bunda haligi mezim, pankreatin, allohol degan dorilarni o'rnini bosadi va shu dorilarga ehtiyoj qoldirmaydi. Agarda pankreatit bo'lgan bo'lsa-chi degan savolga keladigan bo'lsak, bu paytda oshqozon osti bezi hujayralari insulin gormonini yaxshi ishlab chiqarmay qoladi. Qonning tarkibida qand miqdori oshadi hamda lablarda qurish holatlari kuzatiladi. Bunda biz sahr, qandli diabetni taxmin qilsak bo'ladi. Bu holatlarda masalan damlamalardan, giyohlardan tavsiya beradigan bo'lsam, birinchi navbatda mana shu oshqozon osti bezi uchun tavsiya bera olaman. Bunga mana shu o'simlik Diaviva giyohi to'g'ri keladi. Sababi bu giyohning tarkibida sachratqi, galiga deydik, kazalyatnik, yong'oq bargi, dafna bargi, qora andiz ildizi hamda topinambur, yer noki o'simliklardan tarkib topgan bu giyoh. Bu giyoh asosan oshqozon osti bezi hujayralarini sog'lomlashtirib, insulin gormonini ishlab chiqarish jarayonini yaxshilaydi. Natijada qonning tarkibida qand miqdori pasayadi va bir xil normada ushlab yuradi. Mana shunday qilib bu damlamani ko'k choyni o'rnida iste'mol qiladigan bo'lsak, qandli diabet, ya'ni sahr bir xil normada yuradi. Natijada ortiqcha dorilarga, ortiqcha antibiotiklarga ehtiyoj o'rin qolmaydi. Yana shifosi zo'r bo'lgan giyoh. Buni hamma biladi. Deyarli hamma. Sababi bu dalalarda qo'y boqqanimizda uning yungiga yopishib qoladigan tikan, durnushnik, qo'y tikan o'simligi haqida ketyapti-da. Ana shu qo'y tikan aynan teri kasalliklarida, ekzema, allergiya, dermatit hamda yod yetishmasligidan aziyat chekib kelayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimizga juda ham qo'l keladi. Undan tashqari bu oyoq terlaganda, hidlanganda vanna ham qilishimiz mumkin. Va buni damlamasiga yuvinadigan bo'lsak, bu terini dezinfeksiya qilib har xil illatlardan tozalaydi. Xo'p, yana giyohlardan tavsiya beradigan bo'lsam, mana rozmarin. Rozmarin juda ham hidi mazali giyoh. Sababi bu
odam organizmiga shifobaxsh xususiyatlari juda kuchli. Masalan, soch to'kilishida sochning tolalari juda nozik bo'ladigan bo'lsa yoki siyrak sochli odamlar uchun zo'r, ham erta oqarishda bundan damlama qilib tayyorlab ichish mumkin. Yoki mana shu damlamani suvga boshni yuvish, bu sochni ham o'stiradi, ham tolalarni qalinlashtiradi, hamda sochga bir ora berdiradi. Shuning uchun bu rozmarin har bir odamga shifobaxsh xususiyati bir xil. Yana shifobaxsh giyohlarimizdan eng hozir ko'p kishini qiynab kelayotgan kasalliklar. Masalan, miyada qon yaxshi aylanmasa, kislorod yaxshi yetib bormasa, uyqu yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, quloqqa shovqin, ko'zda xiralashish yoki tumanga o'xshab ko'rinish holatlar bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda shifo qiladigan giyohlardan biri bu ginkgo biloba o'simliklari azizlar. Mana shu o'simlik hamda sinigalovnik, ko'z tikoni. Bu giyohlar haqiqatdan ham miyada, mayda qon tomirlarda qon aylanishni yaxshilab, tomirlardagi tiqilmalarni ochib, qonni aylanib kelish sirkulyatsiyasini yaxshilaydi va natijada kislorod oqimi yaxshi bo'ladi, uyqu yaxshi bo'ladi, asab tinch bo'ladi, barchasi o'zini o'rnida bo'ladi azizlar. Bu ikki giyohni masalan bitta choynakka, bitta termosga damlab iste'mol qiladigan bo'lsak, yanada shifosi kuchli chiqadi. Masalan, mana bundan bir choy qoshiq, mana bu ginkgo biloba o'simligidan bir choy qoshiq olamiz, damlaymiz. Ana shu damlamani kun davomida 3-4 mahalga bo'lib iste'mol qilamiz. Hozirgina aytganimizdek, bu haligi miya bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda xotiraga, dopamin gormonlariga juda foydali azizlar. Bu tajribamizdan o'tgan, sinovdan o'tganligi uchun mana shu giyohlarni tavsiya beryapman. Yana sizlarga bir narsani aytishim kerak. Masalan, dori, ukol, tabletka bu kabilarni baribir umrimizni oxirigacha iste'mol qila olmaymiz. Agarda iste'mol qiladigan bo'lsak, o'zimizni organizmimizni o'zimiz zaiflashtirib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun mana ko'rib turibsiz, bu yerda dorilarsiz, antibiotiklarsiz, ximikatlarsiz tabiiy hayot bor. O'zini o'zi dorivor giyohlar bilan davolayman deganlar uchun bizning manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Orzu bozor ro'parasida joylashgan. Mana shunday har xil dorivor giyohlar, damlamalar, choylarga ehtiyoji borlar hamda tavsiya olaman, ma'lumot olaman deganlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan tabib Iskandar Saidov.